Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan g'ilminda tayyorlashni oson usulini o'rganamiz. Birinchi bo'lib 500 ml sutimizdagi 3 qoshiq unni solib, yaxshilab komochkasi qolmagungacha aralashtiramiz hamda gazni yoqib, qozonimizni gazga qo'yib, yaxshilab qaynab chiqqungacha tinmay aralashtirib turamiz. Qaynab chiqqandan so'ng ustiga 200 ml qaynagan suvimizni quyib, yana aralashtirishda davom etamiz. Tabga ko'ra tuz hamda shakar solsangiz bo'ladi. Tuz va shakar solib bo'lgandan so'ng quyilib chiqqungacha yaxshilab aralashtirib turamiz. Mana massamiz ham tayyor bo'ldi. Endi tayyor g'ilminda xamirlari ustiga massamizni videoda ko'rsatilgandek qilib yaxshilab surib chiqamiz. Endi navbat yog'lash jarayoniga. Qizib turgan tovaga yog' solamiz hamda uni ustidan oz miqdorda sariyog' solib, videoda ko'rsatilgandek g'ilmindalarimizni yog'lab olamiz. Mana yumshoqqina hamda mazali bo'lgan g'ilminda taomimiz ham tayyor bo'ldi. Kimga shu taom yoqsa, like bosib ketishni unutmang. Shoshmay, agarda sizga g'ilminda xamirini yoyish bo'yicha retseptim kerak bo'lsa, kommentariyada g'ilminda so'zini yozib keting. Biz sizga g'ilminda xamirni qilish uchun alohida retsept tayyorlab kanalimizga joylaymiz.